Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va nihoyat mana aytib o'tgan 2 qavatlik shumkalik darvozamizni o'rnatib bo'ldik. Samarqand viloyati Loyish tumani Qoraqahramon degan qishloqda o'rnatib berdik. Chiroyli fasonda, skromli fasonda xohladilar egalari 2 qavatlik ichlarini polni utplitsinli shumkalik qilib yasaganmiz. Tumbalarini ham 20 sm atkos, skromli fasonda tumbalar qilib berdik. Tepasiga oynalar qo'yib berganmiz. 4 lik qalin oynalardan ichkariga yorug' tushsin dedilar. Ranglarini mokra asfalt, original Senta Hammer kraskada ishlaganmiz. Mana bu yerda taglariga shveller qo'yganmiz ezilmasligi uchun. Hurmatli obunachilar, darvozamizni bitta obzor qilib ko'rsatsangiz, operatorimiz qanday ishlangan, nima formalarda qilingan, skromli hech qanday ortiqcha bezaklarsiz qilganmiz. Tepalarini kofka gullar qilganmiz. Zamoglarni ham original qubbalik qimmat turetskiy yaxshi zamogda o'rnatib berdik. Mana yopilib ochilishlari yengil yopilib ochiladi. Darvozamiz o'z общий kattasini ham bitta ochib ko'rsataman. Mana darvozamiz 2 tabaqqa qalin og'ir bo'lishidan qat'iy nazar ochilib yopilishi yengilgina ochiladi. Yosh bola ham spokойно ochib yopsa bo'ladi. Mana darvozalar muborak bo'lsin. Ismi nima edi bu yigitcha? Og'abek. Yaxshi kunlarga shu bolani to'y tomoshalariga xizmat qilsin. Mana ochilib yopilishlari yengil. Mana kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, mana shu pastda nomerlarimizni qoldiramiz, telefon qilsangiz. Aytib o'tganimdek, bu dekabr oyi uchun kim darvoza zakaz qilsa, biz shashlik qura va'da qilganmiz. Bular bonus ichida qilib beramiz. 2026-yil kelayotgan yilimiz hammaga barakali, omadli yil kelsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.